Bodybuilding haqida sizlar uchun top 5 ta film tayyorladim. Ishoninglar, bu filmdan ko'rsanglar, bu sportga hurmatinglar va yanada qiziqishinglar ortadi. Birinchi filmimiz Pokolение железа, ya'ni bodybuildingning oltin davri bo'lgan payt va eng katta konkurensiya bo'lgan musobaqadan bittasi bo'lgan. O'sha musobaqada qanaqa sportsmenlar chiqqan, film nima haqida batafsil bilib olsanglar bo'ladi. Keyingi filmimiz Железное поколение, Generation Iron 3 ta qismli. Bu o'sha Phil Heath, Kai Green va unga o'xshash sportsmenlar hayot tarzi va musobaqadan oldingi bo'lgan jarayon qanaqa kechib o'tgan haqida gapiradi. Uchinchi filmimiz Pumping Iron, ya'ni Arnold Schwarzenegger hayoti. Qanaqa boshlagan, nimalar bo'lgan, qanaqa tugatgan haqida bilib olsanglar bo'ladi. To'rtinchi filmimiz The Perfect Physique, ya'ni mens fiziklarning dokumental film, ularning tayyorgarchiligi, qanaqa nima bo'lgan, batafsil ko'rsatilgan. Va oxirgi so'nggi filmimiz bu The King, Ronnie Colemanning hayoti. Uni xuddi shunaqa, qanaqa boshlagan, nima qilib tugatgan. Agar yana xuddi shunaqa top filmlar kerak bo'ladigan bo'lsa, like bosing va menga obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.